Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Juma bozor. Namangan viloyati 3 tumandagi Juma bozordamiz. Ko'chat bozorda. Ko'chat bozorda har xil ko'chatlar chiqqan. Mana dehqon buva ketib qolibdilar-ku. Dehqon buva. Hop. Mana har xil ko'chatlardan bor. Mana o't yog'i shoxtili. Anjir oylarimi mana anjirni? Anjir shoxtalining oylari, oq oylar, qizil lissi shaftoli, shotut, yozgi nok, mana hammasidan bor ekan. Onor ham bor ekan. Tuyatish onor. Hozir mana sotuvchi nomerlarni qoldiraman. Kirimson olma. Yo'ldan olma. Semirenke, Pink Lady. Hammasidan bor ekan. Mana so'xon yurik. So'xon yurik boshqacha berib. Olvalar, noklar. Hamma ko'chatlardan bor ekan. Kimga qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, hozir mana sotuvchi nomerlarini qoldiraman. Bemalol murojaat qilasizlar. Anjir bor ekan, anjir. Siliva Serbiya. Anjir bilan anjir shoxlari yonma-yon ekan. Bixa. Rasmlar ham go'zal chiqibdi, rasmlar. Nomeringizni aytib qo'ying endi. 93 Murojaat qiluvchilar uchun 93lik 401 401 66 66 51 401 66 51 ha. Shu nomerlarga bemalol murojaat qilasizlar. Assortiment juda ko'p. Anjir deysizmi, onor deysizmi, bexa, shoxtorik, ilos, bodom, uruq hammasidan bor. Mana tok uzumlargacha bor ekan, archa bor ekan. Mana melina ham bor ekan mana. Yejavinkami bu? Melina emasmi bu? Mana melina. Yo'q. Bu boshqacha narsa. Men melina deyman. Yejavinki. Bilganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar mana. Uzumlar bor ekan. Ketmon soq, damiski. Kimda qanaqa nomlanadi mana shu uzumlar? Mana da pista ko'chati chiqibdi mana. Aka sizdami pista ko'chat? Bu 1 yillikmi, necha yillikmi? 1 yoshli mana pista ko'chatlar. Ko'hlab turibdi mana yangi. Ko'karishni boshlab qo'yibdi. Nomer qo'ying. Mana pista nomerini ham qoldiramiz hozir. Bu narxi necha pul buni? 30 ming sotilish. 30 ming, ha, sotilishi 30 ming ekan. Bir qarichlik ko'chat mana, bir qarich. Men mashinadorlikda ekuvdim-da. Bu bir 2015-yil eluvdim. Jupini ekmasangiz qilmadi dedi ko'pchilik. Men ekmadim. Qanday bo'lar ekan deb. Hozir mana shu billagimda bo'ldi. Uydagi qildimi? Uydagi qildi. O'tgan yil 10 yil bo'ldi. 2025-yil 10 yil bo'ldi. 10 yilda ham bir tup. Bir mashinador bo'ldi-da, mana mashinador bo'ldi. 20 dona qildi. Hozir ushalasini ekib qo'ydim edirga, mevasini. Kecha kuni buni qizim shixlab chiqib kelyapti-da. Ha, 20 dona qildi. Bu yil agar qancha qilsa ham uni ham ekaman, ya'ni. 2 yil ko'chatimiz bugungacha bir mashinador bo'lar. To'g'rimi? Doğruni solsak bir 100 euro nima ketar? Mana 30 ming ekan mana ko'chatlar mana. Endi 10 yil oldin 1,5 mingga eluvdim-da. 10 yilda yaxshi 30 ming. Telefon nomeringiz nechi aka? 93lik 93lik 251 251 74 74 76. Manzil qayerda? Norinda, Namangan Norin. Namangan viloyati Norin tumanida. Bemalol mana shu nomerlarga murojaat qilasizlar. Dastavka qilib chiqarib yuborar alloh, mabodo. Andijondan keldim-da, o'shanga so'rab o'tdim. Mana uzunlar necha? Bozorlar avjida mana. Qanchadan bu? 25 ming. Hop, mana da ham mana gullar bor ekan, shtampovoy roza. Mana gul nechi pul? 50 ming. 50 ming. Bu tagi bormi, ko'pmi bunda? Ko'p-a? Bo'ldi. Mana kivi ko'chatlar bor ekan. Kivi ko'chatlari bor ekan. Kivi ham mana yangi ko'hlab turibdi. Bu ham 1 yillik, ha? 1 yillik ko'chatlar. Narxi nechi pul? 25 ming.
Narxi 25 ming so'm ekan mana. Narxi 25 ming so'm. Hop, mana shtampovoy rozani boshqachasi ekan. Mana kashtan gullari. Kashtan daraxti. Mevali ko'chatli hammasidan bor ekan. Abdulazizxon numaringiz necha edi? 93lik. 495 86-85 ga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana kashtan, mana kivi, shunga o'xshagan noyob daraxtlardan kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana da tutdan bor ekan bunaqa. Zonti tut deydimi? Mana rasmi, ha? Mana shu tutni ko'chati bor ekan. Narxini bilmoqchi bo'lganlarga, narxi qancha? Mana Tutni 30 ming so'm ekan. Mana ham qanaqadir manzarali daraxt ekan. Safura. Mana kitayskiy roza bor ekan. Manzarali, mevali, hammasidan juda assortiment ko'p. Bemalol shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana vaqtimiz ozgina bo'ldi, 6 minutdan o'tdi. Endi 8 minut bo'lish kerak. pauza qilib. Yo'q, pauza emas, живой bu, jonli. Jonli bo'lyapti, ha. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bir layklardan besib, bir qo'llab-quvvatlab tursani, xursand bo'lamiz. Bu mehnatlarga. Terali bor ekan, terali. Terani oldiga berib so'rashim shart emas. 3 ming, 4 ming bo'ladi narxi. Manzil 3. Ha, manzil 3 tumani. O'sha juma kuni bo'ladi. Juda katta bozor bo'ladi juma kuni. Bemalol kelaverasizlar. Vino zavodni oldida, mana eski vino zavod bor. Shu vino zavodni oldida bozor bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Har bozorga chiqqanda mana payshanba bozor, juma bozor hammasidan video qilib tashlashga harakat qilamiz. Layklardan bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yana. Bravo, yangi ekan. Etirgul ko'chatlari ham bor. Etirgul. Bemalol. Etirgul ham to'g'rilaysizlar. Yangi mana ko'hlash boshlagan. 93 710 883 nomerga telefon qilarsizlar. Mana ikki xili bor ekan mana. Mana buket qiladigan. Juda go'zal, chiroyli bo'lgan. Ha? 10 ming qilib beriladi, 10 ming. Oladi. Ha? Mana shu uychini ko'chatda, uychi. Mana shu ko'chatda. Dehqonchilik. Ha, chiqarasiz, shadimiz.